Yoningga borolmadim, yuzingni ko'rolmadim, shunchalar yiroqmisan yo. Hayotim. Men uyga qaytib bormayman. Ha? O'sha yoshlari yoqib qopti-da sizga, a? Yo, hayotim bu anu-ku, kollega-ku, birga ishlaymiz. Noto'g'ri tushunib qoldingiz. O'sha kollegangiz bilan qo'shmazor bo'ling. Hayotim. Qani Xudo xola, duo qiling. Kattalardan bo'lsin. Unaqa bo'ladigan bo'lsa kelin, qani kelin, duo. Oxiri baxayr bo'lsin. Endi qarisi bor, uyi parisi bor deganda parini olib ketgani keldik, kelinni. Bog'imizda asrab avaylab bir dona gulimizni sizlarga beruvdik. Chinor desa ham bo'lardi. Baqavatli yetaman-da. Qancha sovchilar eshigimizni taqillatib keluvdi. O'sha kuni uyda hech kim yo'qmidi, darvoza yopilmadi. Esingdami birinchi uchrashuvimiz? Yo'q. Avtobusga chiqqaningda senga joy bergan edim. Qo'lingdagi paketlarni ko'tarib yuborganimda rahmat deb duo qiluvding. Hayot. Hayotim. O'zi ertaga borib qizimni hamma seplarini olib ketmoqchi edik. O'zi ikkita po'g'avoy ro'mol bilan yamog'i bor shtampil ko'ynakdan boshqa hech narsa yo'q shekilli. Bularga e'tibor bermay, o'zi shunaqa hazillashtiring. Faqat u emas. Grishdarzitlari ham bor edi. Dadasi buncha asabiylashdi. O'zi qizi bor, nosi bor deyshadi, to'g'rimi? Ne? Nozi, vali ko'zi bor, davleniyasi bor, grijasi bor. O'li agar nozini ko'rganim yo'q. Ay. Assalomu alaykum Abrorjon. Adajon. Va alaykum Dildora, siz ham yosharib ketibsiz. Oyjon, assalomu alaykum. Alaykum. Bo'ldi kelin. Siz ham ko'p ham arazlavermay, ha? O'zi bitta oyog'ingiz u yoqda bo'lsa, bitta oyog'ingizdan orib turibdi, o'tiring. Ada, biz hayotim bilan yarashib oldik. Voy, yaxshi bo'pti. Oling kuyov, yeb o'tiring. Xotiromay Xudo ola, davno yeb bo'lgan bu. O'tiribdi mana. Yoronam, mana yorimning sochlari alvon, yuzlari oyday. Afsant. Yana nimadir buyurasizmi? Yo'q, rahmat. Maza qil. Ovqatlaringga gap yo'q. Qorin to'ydi, restoranlaringiz zo'rgan. Yurishib ketsin. Omad, malades, maza. Mana shot. Tuman, sen menga shot beryapsanmi hozir? Yeganingizga to'lamaysizmi? Sen men kimligimni bilmaysanmi deyman? Yo'q. Voy, eshe. Furqating o'ltirur meni, tutma ravo, jigi. Tandingmi? O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbek. Ozodbek Nazarbekov emas. Ozodbek Ahmadovich. Madaniyat vaziri bo'ladi. Ama jallari bo'laman. Sal o'zingizni boslab gaplashing bularga. Tushundingmi? Uzr. Ana o'zlari keldilar. Nish bilding? Mana. Kim bu madaniyat? Sizni jiyanlaringizdan ekan. Jonga tegdi shunaqa madaniyatsiz jiyan. Furqating o'ltirur meni, tutma ravo, jigi. Yordam beringlar, uyim yonyapti, yordam beringlar. Majnun tolning shoxlarini qayrildim, yor aytib uzatdilar, sendan ayrildim. Bo'ling tezroq. Ha, hozir. Mo'min aka, siz Men siz baxtlimisan? nimalar deyapsiz? Uyim yonyapti. Amani yuragim yonyapti. Mo'min aka, adam ichkarida. Ehtiyot bo'l. Mashatda tur. Hay olam, jon olam, onancha qizi yor, va'dasida turolmagan yolg'onchi qizi yor. Hay olam, jon olam, onancha qizi yor, va'dasida turolmagan yolg'onchi qizi yor.
yordam ber. Bolam yordam ber. Oyog'imni ezib qo'ydi, yordam ber. Qizimni sevasan? Menga qara qildim, so'tak, turishingni qara. Do'tirsan-ku, senga beradigan qizim yo'q. Tur yo'qol. Tur yo'qol dedim senga. Yo'qol. Yo'qol dedim, senga hozir boshingni chaqib qo'yaman. Rahmat bolam, qutqarib qo'yganing uchun rahmat. Men senga qizimni bermay noto'g'ri ish qilgan ekanman. Aslida jasur, mard yigit ekansan. Adamni qutqardingizmi? Shu yerdaman-ku qizim. Uyda hech kim yo'q ekan. Oy, Qanaqasiga? nima qilib? Ada! Voy bilan, nima? Voy, qutqarmadingmi? Voy. Nima qilganing bu? Erkak! Nima qilib chiqardi, qolib ketdimi? Oyi! Voy, onasiga bor ana. Xavotir olma. Men o'zim qutqaraman. Men sizga ishonaman. Yo, unaqa. Jonim, onam qizi yor